يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ve ashabihi ecmaîn. Hürmetlik көрерменler, bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim tefsiri hakkında toxtunumuz. Kur'an-ı Kerim'nin tefsiri deganlik, Kur'an-ı Kerim'nin ma'nosini tushunib beradigan, sharhlab beradigan, ahkomlarini ve sir esrarlarini, hikmetlerini o'ttirg'i chiqaradigan ilim deganlik. Bu ilim Kur'an-ı Kerim'ga munosabatli uchun, bulapmi Kur'an-ı Kerim'ga bevosita munosabatli ilim bo'lganligi uchun ilimlarning ichida eng sharafli, eng mo'tabar ilimdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuga, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuga duo qilib, Allohumma faqihhu fid-dini ve allimhu ta'wil. Yani onu din tefsir ilmini üretken degan duasına qaraganda dinde alim buluş yetmeydi. Dinde alim buluştan başka Kur'an'ı tefsir qilish uchun Kur'an'ınki tefsir ilmini bilish kerak. Kur'an'ın tefsir ilmini bilish ve Kur'an'ı to'g'ri tefsir qilish uchun Peygamber sallallohu alayhi vasallamninki hayatını ve onunki ameliyatini, hadislerini, birge ahkamlarını bilish ve Arap tilinin grammatika, stilistika deganga o'xshash hamma taraflardan xabardor bo'lish shart qilinadi. Qur'on Karimninki tafsiri 4 cho'ng bosqichni boshdan kechirgan. Birinchi bosqich Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tafsir qilishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allah Ta'ala'nın ve enzelna ileyke zikre litubeyyine linnâsi ma nuzile ileyhim ve leallahum yetefekkerun. Kur'an'ı sana nazil kıldık ki kişilerge ulağı düşken şeriat ahkamlarını bayan kılıp birişin üçün ve ulağını tefekkür kılışı üçün. Yani Peygamber'in vazifesi Kur'an-ı Kerim'ni bayan kılıp tefsir kılıp ve ümmetin vazifesi, her bir Müslümanın vazifesi aklını işiltip tefekkür kılıp Kur'an-ı Kerim'ni düşünüp emel kılış. Şəksiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tunci müfessir hesaplandı. Peygamber aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'ni özünün ameliyeti ve hadisler bilen şerhleyip, tefsirlep ötken. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni özününki saklaydıqanlıqını, bütün buzuluşlardan, bormuluşlardan, özgertilişlerden saklaydıqanlıqını öz üstüge ağan qoşaş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kalbige salamet yerleştirişini bu öz üstüge ağan. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna Allahu la hafizun. Kur'an'ı çokum biz nazil kıldık, onu elbette üzümüz saklayımız deydi. Yani bir ayette la tuharrik bihi lisanake li ta'cele bih inna aleyna cem'ahu ve Kur'ana fe iza qara'nahu fettebe' Kur'ana. Cibril sana Kur'an'ı okup birvatqanda onu yadlı veriş için tilini medirlatma. O Kur'an'ı sana bir cem qilib beramiz ve senin kalbinge yerleştirip beramiz. Feiza qara'nahu fettebe' Kur'an. Bu vaqtida sen onunğa ergash deydi. Şu iki vesile bilen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni saklaydı. Peygamber Aleyhisselam'ınki kalbige yerleştirgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'ni sahabilerine ma'nosini tushundirib ve ameliyeti bilen köstüp tedbikatını kıpretti. Sahabilarımı Arap boğalık için, Kur'an-ı Kerim Arap dilde düşkenlik için umumen yani Kur'an-ı Kerim'in ma'nosini biletti. Ama tushunmagan yerlerini, bilmegen yerlerini Peygamber Aleyhisselam'dan soraydı. Mesela اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ هُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Yani imanıga zulümni yani şirkni aralashtirmagan kişiler hatircamlik işiydi buldu ve ular hidayet tapqıcılardır degan ayet nazil bo'lgandan keyin sahabeler ya Resulullah qaysimiz biz zulüm qilmadik?
bu her birimiz az to'lamında zulm qilsalimizg'o deb qo'rqgan. Ya'ni bu yerdagi zulm sahobalar tushunganki, odatdagi bir-biriga uvol qilish, bir-biriga nohaqchilik qilish, yo'lsizlik qilish degan ma'noda tushungan. Ammo zulm shunda cho'nqur ma'nolari borki, lug'at ma'nosi bir narsani joyida qo'ymaslik, bir narsani lug'atda bir narsani joyida qo'ymaslik, yo'lsizlik qilish, haqsizlik qilish, uvol qilish, nahaq ish qilish deganning hammasini o'z ichiga oldi. Zulmning eng cho'ngi Alloh taolaga shirk keltirish. Chunki Alloh taolaga ibodatni shirk keltirmasdan xolis qilish buyurilgan yerda uni shirk keltirib qilish joyida qilmagan bo'ldi. Bu zulm bo'lgan bo'ldi. Zulmning oddiysi kishilarga yo'lsizlik qilish, uvol qilish, nahaq ish qilish bo'lsa, yuqorisi Alloh taolaning haqqi bo'lgan ibodatda Alloh taolaning maxluqotini Allohga shirk keltirish. Endi bu yerda sahobalar shu oddiy ma'nosida tushunib qolgan. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xtab turinglar, sizlar bu Luqman hakimning o'g'liga qilgan nasihatini anglamadinglarmi deb oyatni o'qib turdi. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim deydi Luqman o'g'liga. Ya'ni, ey o'g'lim, Allohga shirk keltirmagan, shirk haqiqatan cho'ng gunohdir. Endi zulmun azim cho'ng haqsizlikdir, cho'ng gunohdir deydi. Shu oyat bilan tafsir birdi Rasululloh. Shuningga o'xshash yani. Sahobalar tushunolmagan yerlarni Rasulullohning qishqiga keladi. Rasululloh uni nihoyat tafsili yaxshi tushuntirib beradi. Endi bu yerda bundaq bir ulamolarning orasida bir cho'ng bir ixtilof bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on Karimning hammasini tafsir qilganmi yoki ba'zisini tafsir qilganmi? Buningda cho'ng ikki bo'lakka bo'lingan ulamolar. Ibn Taymiye qatorliq ulamolar Qur'on Karimni Rasululloh hammasini tafsir qilgan deydi. Chunki anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Qur'onni biz sana kishilarga tushirilgan ahkomlarni bayon qilish uchun va ularni nozil qildik degandek ekan, Rasululloh hammani bayon qilib bergan. Agar shu Rasululloh shuni bayon qilib bermagan bo'lsa, bayon bu oyatga zid keladi, hammani bayon qilib bergan deb qaraydi. İmam Suyuti qatorliq olimlar Qur'on Karimning oz qismini Rasululloh tafsir qilib bergan, ko'p qismini tafsir qilmagan. Sahobalar uni tushunadi degan. Shuning bilan At-Tafsir va Mufassirun degan mashhur kitobning yozuvchisi Muhammad Husayn Zahabi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'onning hammasini tafsir qilmagan, intayin oz qismini tafsir qilmagan, faqat sahobalar tushunamagan, so'g'an va shuni tushuntirishga, tafsir qilishga to'g'ri kelgan oyatlarni tafsir qilgan deb bu masalani xulosalaydi. Amaliyotda endi arablarning o'zining tilida tushgandan keyin sahobalar Qur'onning umuman Qur'onni tushunadi. Tushunilmagan yerlari oz qism bo'lishi mumkin. Shunday yerlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushuntirib bergan deydi. Endi bu Qur'on Karim 4 bosqichni boshdan kechirdi dedik. Birinchi bosqich Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tafsir qilishi, ikkinchisi sahobalarning tafsir qilishi. Sahobalarki Rasululloh tafsir qilishda zaten Rasululloh o Allah Taala dediki Rasulullah'a baho berib, bu o'ziniki havoyi havasni o'ziniki xalqancha so'zlamaydi, faqat vahiyni so'zlaydi deydi. Endi hadis Rasulullah'ninki ma'nisi Alloh taoladan, lafzi Rasulullohdan. Qur'on Karim ma'nisi Alloh taoladan, lafzi Alloh taoladan. Endi hadislar bilan Rasululloh tafsir qilgan ekan, vahiy ag'ir tayinib tafsir qilgan bo'ldi. Endi sahobalar nimaga tayinib tafsir qildi deganda, sahobalar 4 metodni tutgan. Birinchi Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish. Ikkinchi Qur'onni hadis bilan tafsir qilish. Uchinchi ijtihod qilish. To'rtinchi ahli kitobninki ahli kitobda musulmon bo'lgan kishilardan ba'zi qissalarni Tavrat, Injillardagi tafsilotini so'rab tafsir qilish. Endi birinchi Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish qanday deganda, masalan Qur'on Karimda ayni voqealiklar ba'zi o'rinlarda qisqa bayon qilingan, ba'zi o'rinda biroz tafsilroq Qur'on bayon qilingan. Chunki Qur'on Karimdagi qissalarni bayon qilishdagi maqsad u qissani hikoya qilish emas, faqat ashuni ibratlik joylarini elib ibrat berish uchun. Anda bo'lgandan keyin ba'zi yerlarda shu yerdagi sharoitga, shu yerdagi o'ringa munosib holda qisqa bayon qilingan, ba'zi yerlarda biroz kengaytirib bayon qilingan. Masalan, Musa alayhisalom bilan Fir'avnning qissasi
Adem Aleyhisselam bilen iblisning qissasi ba'zi yerlarda qisqa, ba'zi yerlarda uzun bayon qilingan. Ashuni tafsir qilganlar qisqa yerda bayon qilinganni tafsilroq bayon qilingan oyatlar bilan tafsir qilgan. Shuningga o'xshash ba'zi shariat masalalarining bu ba'zi oyatlarni ixcham bir oyatlarni ba'zi tafsilroq kelgan oyatlar orqali tafsir qilgan. Ikkinchi, Rasulullohning hadisleri tafsir qilishi Rasulullohning tafsir qilib berganlariga asoslangan. Rasulullohning o'zlari so'g'an yoki Rasululloh tafsir qilib bergan oyatlarga asos tafsir qilgan ular. Üçüncü, ijtihad bilan. Endi ular arab tilini yaxshi biladi, dinni yaxshi tushungan, Rasululloh bilan birga yashagan, Rasulullohning Qur'on Karimni qanday tatbiq qilganligini hammani bilgan anda bo'lgankin, ular o'zining aqlini ishlatib, o'zining ijtihodi bilan tafsir qiladi. To'rtinchi hamda Abdullah ibn Salam, Kabil Ahbar degan sahobalarga o'xshash, asli ular Yahudidan bo'lib, Yahudi dinida bo'lib, keyin islom diniga kirgan ham o'zi olim sahobalar. Endi Qur'on Karimningki ba'zi qissalarda masalan, bular deganimizga o'xshash qissalar ibrat berish uchunlar shu muhim yerlarni bayon qilgan Qur'on Karimda, ammo shu qissalarning o'zi Tavrat, Injillarda ahli kitobning kitoblarida tafsili bayon qilingan, hamda qissa hikoya shaklida bayon qilingan. Anda bo'lgandan keyin masalan shu Qur'on Karimdagi shu qissalarni tafsir qilishga to'g'ri kelganda mufassirlar biroz tafsilroq bundaq bilishni xohlab, shunga ahli kitobdan bo'lgan musulmonlarning og'zidan shu qissalarningki tafsilotini elib tafsir ishlarida shularning yordam so'g'an, shundoq bo'lgan hamda. Ammo bu Isroiliyat degan tafsirga xurofot, Yahudi xristianlarning xurofotlarning kirib ketishiga keyin yo'l ochgan bu ishlar. Ammo Rasulullohning sahobalarning zamonida bu ahli kitobningki ulamolardan bu qissalardan bunda foydalanish ishlar intayin tar az shaklda bo'lgan. Keyin tabiinlarningki zamonida biroz kengayib ketgan. Shunga tafsirlarga Isroiliyatlarning kirib qolganining sababi shu hamda. Sahobalar shu to'rt yo'l bilan shunda tafsir qilgan. Endi uchinchi bosqich bu tabiinlarningki tafsir qilishi. Endi sahobalarning ichidagi mufassirlarni deb ataylik. Sahabaların içindeki meşhur mufassirler Abu Bakr, Umar, Osman, Ali radıyallahu anhu qatarlıq dört sahabe. Onundaki Zeyd ibn Sabit, Ali ibn Abi Talib, İbn Mesud, İbn Abbas radıyallahu anhum, Ayşe radıyallahu anha qatarlıqlar sahabaların içindeki meşhur mufassirlerdi. Onundaki bu tabi'illarning davriga kelsak, tabi'illarning davrida tabi'illarning tafsir qilish metodi sahobalarniki asosan o'qish jiq farqi yo'q. Ularmi birinchi oyatni oyat bilan tafsir qilishga tirishadi. Shu oyat tafsir qildigan oyat shu to'g'ridagi oyat uning chiqmagan bo'lsa, masalan bir oyatningki shu oyatni tafsir qilmoqchi bo'lsa, shu mazmunda kelgan oyat bo'lmasa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga murojaat qilib, Rasulullohning tafsir qilishlari va uningki dinni tatbiq oyatlarni tatbiq qilganligi shunga qarab, shunda tafsir qildi. Uningdan keyin unimi topolmasa, u to'g'rida bo'lmasa, ba'zi oyatlar bo'lmasa, sahobalarningki tafsirlariga murojaat qildi. Uningdan keyin ijtihod qildi. Uningdan keyin ahli kitobning ulamolardan sahobalar foydalangandek sahabalarning ulamolardan Tavrat va Injillardagi qissalarga murojaat qiladi. Ammo bu tabiinlarning davrida bu ish echilib ketib, biroq ba'zi bir kelishmasliklar, ba'zi xurofotlarningki kirib qilishiga sabab bo'lgan ishlar bo'lgan hamda, shundoq tafsir qilgan hamda. Uningdan keyin bu sahobalarningki nimalarning ichidagi tabiinlarningki demak to'rt metod bilan tafsir qilgan bo'ldi bular. Qur'onni bilan, Qur'onni hadis bilan, Qur'onni sahobalarningki so'zi bilan, Qur'onni ijtihod bilan, Qur'onni ahli kitob ulamolarininki qissalari bilan shunday qilgan bo'ldi. Endi to'rtinchi bosqich desak, to'rtinchi bosqichda bu tafsirning to'planishi, tafsirlarningki rasmiy kitob holiga kelishi. Rasulullohning sallallohu alayhi vasallamning zamonidagi, sahobalarning zamonidagi, tabiinlarning birinchi asrdagi ularningki tafsirlarining hammasi og'zaki rivoyat shaklida
birisi birisini yutgan, ustozi talibiga yetkazgan, dadasi balasiga yetkazgan, ayni ag'zoki bo'lib kelgan. Endi hijriyaniki Qur'on Karim rasmiy nima? Qur'on Karimning tafsiri rasmiy kitob holiga keltirilgan. Bu keltirishdimi 4 bosqichni boshdan kechirgan Qur'on Karim tafsiri. Birinchi u chog'da Hijriyaning birinchi asrining oxirlarida hadislar to'planishga boshlangan. Hadislar to'planishga boshlangandan keyin Qur'onning tafsirimi ash hadis bilan birga to'plangan. Masalan, u chog'da bundaq nima shaklda, fiqhiy shaklda, masalan, kitobi tahorat, kitobi salat, kitobi zakat, kitobi haj. Masalan, Uyg'urcha desak hamda bir kitobning ichidagi tahorat bobi, namoz bobi, zakat bobi, haj bobi deganga o'xshash shu boblarda shu shariat ahkomlarini bayon qilmoqchi bo'lib, oyatni keltirdi. U oyatni tafsir qildi. Shu to'g'ridagi hadisni, Rasulullohning tatbiqotini, hadisni keltirdi, uni bayon qildi. Sahobalarningki so'zlarini bayon qildi. Ashundoq davom qilgan birinchi bosqichda Qur'on Karim mustaqil emas, hadislarning orasida tafsir qilingan. Uningdagi ikkinchi bosqichda qanday bo'ldi desa, ikkinchi bosqichda Qur'on Karimni mustaqil tafsir qilishga boshlagan. Buningda birinchi mufassir ya Rasululloh bo'lsin, yoki sahoba bo'lsin, yoki tabi'in bo'lsin, qaysi oyatning birinchi tafsir qilgan kishiga mushu tafsirni yozgan mufassirning vaqtiga kelgichilak qancha kishi o'tgan bo'lsa, o'sha kishining hammasini zanjirsimon yozadi. Masalan, Rasululloh ma oyatni bunda tafsir qilgan, Ibn Umar roziyallohu anhu u Rasulullohni anglagan, Ibn Umar roziyallohu anhudan paloni anglagan, paloni angladim deganga o'xshash hamma oyatlarni mushunda tafsir qilgan. Bek jiqlab ketgan bu. Hatto ba'zi yarim safa, bir safa bo'lib ketgan shu nima? Shu rivoyat zanjiri, paloni bundoq degan, undoq degan deb. Shuning bilan bu 3-bosqichda bu bek jiqlab ketibdi deb bu shu san'atlarini zanjirsimon bog'lanib kelgan raviylarning hammani elib o'tgandan keyin endi buningda kimning nima deganligi aniq emas, lekin shu sahobalarni tortib tabiinlarningki shuningki tafsir qilganligini oyatga shuning tafsirlarini naql keltirgan. Shundoq deb naql keltirgan, palonning deb keltirgan. Hadisnimi, hadisni Rasulullohning so'zi deb keltirgan. Biroq hadisning sahihmi, sahih emasmi, ojizmi, kuchliqmi, uni hech qanday hisoblashmay anglaganning hammani yozib qo'ygan. Bu fursatdan foydalanib din dushmanlari, masalan, Batiniya deymiz, Shia deymiz, Xavarij deymiz, ashulma shu o'zininki yomon g'arazlar bilan har xil yolg'on, yovdaq rivoyatlarni keltirib, ayni tafsir qilishga boshlagan. Undan keyin 4-bosqichda Qur'on Karimning tafsiri rasmiy shu ichib etilganda bu ra'y bilan tafsir qilingan ekan u chog'da. Chunki uningki ilgirki bosqichlarda asosli Rasulullohning hadisi, uningki sahobalarningki, uningdagi tabiinlarningki asoslanadi. Keyin uningga asoslanadi, ammo asosan o'zining ra'yi bilan tafsir qiladigan ish bekchi qilishib ketgan. Ya'ni biri har bir mazhab o'zininki mazhabini kuchlantirish uchun ashundoq oyatlarni izlab, ashuni tafsir qilgan. O'zining mazhabiga xizmat qilgan oyatni tafsir qilgan bo'lib ketgan. Undan keyin ba'zi tafsirlar yana masalan bir nahviy, ya'ni grammatikchi olim grammatika tarafiga qanday ko'ngil bilgan, fiqh olim fiqh tarafiga ko'ngil bilgan, muhaddis hadis tarafiga ko'ngil bilgan, ashundoq bo'lib, shundoq uzun zaman shundoq davomlashgan hamda. Shundan keyin bu tafsirlar dunyoda yuzlab tafsir maydonga kelgan bilan shu e'tiqodiga salaf solihlarninki yo'liga munosib tutgan tafsirlar shuning ichidan tanlab chiqarilgan, musulmonlar shuni qadrlaydigan bo'lgan hamda. Endi tafsirning turlari desak, tafsirning prinsip jihatdagi turlari ikki turga bo'linadi hamda. Biri at-tafsir bil ma'sur, ikkinchi at-tafsir bil ra'y. At-tafsir bil ma'sur deganimiz naqli tafsir. Bu hamda naqli degan qanday bir oyatni tafsir qilmoqchi bo'lsa, Rasulullohninki akil bo'lmasa, sahobalarninkini akildi, bo'lmasa tabiinlarninkini akildi, ay naqli, ay bani akildi. Falan bundaq degan bundaq deganda. Tafsirlarning ichidagi
en güçlük tefsir hesaplandı hem de. İkincisi ictihadi tefsir. İctihadi tefsirden de Kur'an-ı Kerim'ninki ma'nisini tefsir qilishda Rasulullah'ın hadisliğe elbette müracaat kıldı. Sahabalarning so'zliga, tabiinlarning so'zliga albatta unga rioya qildi. Ammo shu aqli bilan ijtihod qilib, Qur'on asosliga, ya'ni Qur'on tafsir qilish ilmiga asoslangan holda aqli bilan ijtihod qilib qilgan ijtihodiy tafsirlar. Endi ijtihodiy tafsir ikki turlik bo'ldi. Shu bir turlikisi shu ulamolar maqbul deb qabul qilgan shu Qur'onga asoslangan, hadisga asoslangan, sahabalarniki so'zliga asoslangan, ya'ni o'zining ijtihodi bilan qilgan. Yana bir tafsirlar Qur'on hadislar faqat chatqi yo'q. O'zininki xohishi bilan tafsir qilgan. U g'ayri maqbul endi, qat'iy maqbul emas andaqlari. Uning gapini qilmaymiz zaten. Yani naqli tafsirlar shu nima ijtihadi tafsirlerden aldığın orunda turdu. Ulamolar şunu bek qo'llaydi. Naqli tafsirlarga kelsak, naqli tafsirlar birinchi tafsir Tabari. Bu Jami'ul Bayan fi tafsir Qur'on deydi. Tafsir İmam Tabari mufassirlarningki peshvosi shayxi hisoblanadi. Ha zamonimizga eng sog'lom yetib kelgan tafsir Tabari. Undan keyin Ibn Kasir keyin zamondan keyin keldimdi. Tefsir Tabari, tefsir Semerkandi Behrul Ulum, tefsir Begavi Maalimut Tenzil, tefsir Su'lebi El-Keşf vel Bayan an tefsir Kur'an, tefsir İbn Atiye El-Muharrarul Veciz fi tefsir Kitab-ül Aziz, tefsiri Suyuti Ad-Durrul Mansur fi tefsir bil-Ma'sur, tefsir İbn Kesir tefsir Kur'an-ül Azim, tefsir Sa'lebi الجواهر الحسان في تفسير القرآن تفسير الشوكاني فتح القدير تفسير الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن مش تفسيرlerin hemisi nakli tefsirler. Hem de ikincisi ictihadi tefsirler. İctihadi tefsirler biz diginimizge okşaş tefsir qilishning qoida prinsipini asos qilgan, sahobalarning tafsirini metod qilgan asosda aqlini ishlatib ijtihod bilan qilgan tafsirlar. Bu tafsirlar mashhurlari tafsiri Kashshaf, tafsiri Razi, Mafatihul G'ayb, tafsiri Nasafi, Madarikut Tanzil ve Haqa'iqut Ta'wil, tafsiri Khazin, Lubab at-Ta'wil, tafsiri İbn Hibban, El-Bahrul Muhit, tafsiri Beydavi, Envarut Tanzil ve Esrarut Ta'wil, tefsir Celaleyn, tefsir Ebu Suud, İrşadul Akl Selim ila Mezayel Kitab-ı Kerim, tefsir Alusi, Ruhul Maani fi tefsir Kur'an-ı Azim ve Seb'ul Mesani, tefsir Menar, tefsir fi Zilal Kur'an, tefsir Vadih. Muşların hemisi bula tefsir, ictihadi tefsirler. İctihadi tefsirler, ulumalar tarif kılıngan tefsirler. Endi tefsir qilish uslubi jihatda tefsir yani to'rt bilinadi. Birinchi tahlil qilib tefsir qilish, at-tafsirut tahlili. Umumiy ma'nosini tefsir qilish, at-tafsirul ijmali. Selishtirib tefsir qilish, at-tafsirul muqarin. Mavzularni bilib tefsir qilish, at-tafsirul mavdu'i. Endi tahlil qilib tefsir qilish deganimiz her bir ayetni Kur'an-ı Kerim'in 5'ten başlap Sure Fatiha'dan Sure Nas'gacha her bir ayetni o ayetnin içindeki her bir cümle, her bir sözünü tahlil qilib, grammatiklik, stilistiklik tahlil qilib ve onunki nazil buluş sebebi, onun elindiğen hüküm ve icmali manisi birden bir mujda tefsir qilish. Bu en kadimki din tatip devam qilib kelgan tefsir qilish usuli, en mükemmel tefsir usuli hamdi. Bir nima qo'ymay birdan tahlil qilib ayda mana damda ayda tafsir qildi. Bu tafsir mushundaq tafsirlarga tafsiri Tabari birinchi bo'lib shunga kirdi. Tafsir Tabari shundaq. Shu har bir oyatdan, har bir so'z, har bir jumlaning ma'nosini yeshib, nozil bo'lish sabablarini so'zlab, ahkomlarini bayon qilib, ulamolarning ixtiloflarini va ko'z qarashlarini ve qaysiniki kuchli ekanligini yana bayon qilish bunda o'tadi. Onun tefsiri Xazin,
tafsir Sa'labi, tafsir Vahidi, tafsir Bag'avi, tafsir İbn Atiya, tafsir Şavkani, tafsir İbn Kesir qatorliq mushlar shu tafsir tahlili shunga kirdi ekan hamda. Onunki umumiy ma'nosi bilan tafsir qilish degan qanday bo'ldi desa, umumiy ma'nosi bilan oyatlarning umumiy ma'nosini tafsir qilishda mufassir Qur'on suralarini bir qancha parchaga bo'lib, har bir parchaning ma'nosini tushunuk so'zlar bilan ochiqlaydi va uning umumiy tafsirini qiladi. Masalan, tafsiri Sa'di buning misoli. Bir qancha oyatni bir yerga to'plab, masalan, Qur'on Karim kelgan yerdan bir qancha oyatni to'plab, shu oyatning umumiy ma'nosini aytadi. Andaq birdan bir har oyatga ma'no aytmay, 4-5 oyatga umumiy ma'no aytadi. Tafsiri Sa'di Taysirul Karimur Rahman fi tafsiri kalam Mannan. Hozirgi salaf solihlarningki metodiga uyg'un eng yaxshi tafsir. İkincisi tafsir Nas Taysir fi ahadisi tafsir. Üçüncüsü tafsiri Shaltut, tafsiril eczaul ashratul ula. Bular umum ma'nosi bilan qilingan tafsirlar. Uniki selishtirib tafsir qilish desa, masalan tafsir bir oyatni yo bir qancha oyatni tafsir qilmoqchi bo'lsa, shu ma'noda kelgan oyatlarni akilib, shu mazmunda kelgan hadis, shu mazmunda kelgan sahobalarning so'zi, tabiinlarning so'zi, mufassirlarningki ko'z qarashlari hammasini akilib selishtirdi. Selishtirib uning ichidagi eng kuchli deganni chiqarib, eng kuchli ra'yini o'tirib qo'yib, shu oyatlarning umumiy ma'nosini chiqardi. Undan keyin mavzularga bo'lib tafsir qilish, at-tafsirul mavdu'iy deganimiz hamda masalan bir mavzu, masalan tahorat mavzusi deyli, yo haj deyli, yoki umr deyli. Shu bir mavzuni qo'yib turib, shu mavzuda kelgan Qur'on Karim oyatlarning hammasini bir yerga to'playdi. Hammasini bir yerga to'plab chiqib, shu oyatlarni tafsir qilish orqali oyatlardagi o'rtaq maqsadni, shu oyatlardagi o'rtaq maqsadni orasidagi ba'zi oyat ijmoliy asal tafsirroq bayon qilingan oyatlar orqali tafsir qilish orqali hammasiningki umumiy ma'nosini o'ttirg'i chiqaradi. Tafsir shunday bo'lib tafsiri umumiy ma'nosi bilan tafsir qilish bu nihoyatda jiq mufassirlar qo'llangan metod hamda hozirgi zamonimizda shu 4 xil usul bor hamda. Tafsiri tahlili, tafsiri ijmoli, tafsiri muqarin, tafsiri mavdu'. Hurmatli ko'ruvman qarindoshlar, bugungi darsimiz vaqt e'tibori bilan mushagichi bo'ladi. Keladigan darsimizda tafsir qilishning ba'zi usullari, muhim qoida usullari haqida to'xtalamiz. Ko'p anglag'aninglarga hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Amisa xo'sh, hammanglarni Allohga omonat qildim. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.